mashina masli. Polni navrot qilingan Malibu salon sizga 15 mingga berib yuboraman. Xuddi shu mashinani anti $1000 ga arzon beryapti. Kim ekan u? Bilmayman, bozor bo'risiman deyapti. Bo'risi? Bo'ri bozorda bitta-yu. Manman-ku bo'ri. Qani yuringchi bu yoqqa. Mashina masli. Shumoizolyatsiya. Farali Amerikanki. Senga 14 mingga berib yubordim. Narrattiring. Shogird? Ustoz, uzr, sizni tanimayman. Tanimadim. Ustozni tanimadingmi? Bozori bo'risiman deb hammaga. Hammaga dumalagan mashinalar sotib, hamma menga kelyapti, yetyapti. Dumalagan mashina sotar ekansizlar. Bunaqa emas-da. Ustoz tirikchilikda. Aka, mashinaning gazi bormi? Bor, yuring. Shogirdingiz ekan, mashinasini aybini aytsangiz $100 berardim. Endi shogirdim zo'r mashina sotadi. Toza mashina sotadi. Men qarang, $200 beraman. 14 mingga kuyib qolmang, haqiqatni ayting. $200. Amayli, mashina dumalagan mashina. 14 mingga kuyib qolmang tag'in. Rahmat, joningiz sog' bo'lsin. Xo'p, mayli. Ustoz, mashina olmaydimi? Yo'q, yoqmadi. Men sizni bilaman. Shogirdingiz meni to'g'risini ayting. Nechta pulni olib qoldingiz? 200 berdi. 100 sizniki, bo'lmasa 100 meniki ekanda. Shogirdimsan-ku, 50 beraman senga.